haqiqiy tekis qoringa bo'lgan yo'lingiz mana shu mashqdan boshlanadi. Bizda rezinka yordam beradi. Qo'llarga suyangan holatda oyoqlari tekis ushlab, rezinka bilan bitta oyog'imiz bilan korpusimizni olib kelamiz. Olib qochganda orqaga korpus tashlaymiz, ya'ni mana shu holatda. Videoga yaxshilab qarab, texnikani to'g'ri bajarsangiz, albatta rezultati bo'ladi. Va rezultatini 1 hafta 10 kun ichida sezasiz. Faqat to'g'ri bajarsangiz. Sizda rezultat bo'lmayaptimi? Значит, sizni texnikangizda xato bor. Yaxshilab tekshirib, qayta bajarib, qorningizni sezishga urinib ko'ring. Aytgancha, homilador ayollar juda ko'p qorin mashqlarini so'rashadi. Kommentariyada yozishadi. Homiladorlar qilsa ham bo'ladimi, mumkinmi? Homilador ayol ham qilsa bo'ladi, lekin bunda hech qanaqa logika yo'q. Chunki homilador ayolga nima kerak? Qornini ketqizib. Sizni qorningiz xohlasangiz, xohlamasangiz, bolajoningiz tug'ilgunga qadar chiqadi, katta bo'ladi va bu davrni ham chiroyli naslajdeniyada o'tkazishingizni, o'zingizni tanangizni shu holatida sevishingizni men sizga maslahat beraman.